Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Biz Qo'qon mashina bozoridamiz. Men sizlarga qip qizildan bundan shit bo'lgan reskalari tutdi. Qo'shni hamma joyi shuncha bo'lgan. Eshiklari qirilgan joyi yo'q. Shokoladni qilib turibdi. Ichki dizayni motor xonadonlar, zadniy kameralari bor. Tesla monitor, Magic pult. Eshik ochiq yopilishlarni ko'rasizlarmi? Qulash xatarlardan qo'shibdi. Xo'sh, chixolatlari mana. Motor holatini ko'rsataman. Mana motor holatlari. Motor nomingiz Priora bo'ldi. Priora motorlarida mana holatlari. Orqasini bitta ko'rsatdi aka. Zadniy kameralar bilan mana. Kolonkalar. Parapanda mashinamiz. Parapanda. Dokumentda muammo yo'q, xudo xolasa. Qiziqadagi o'zi mendan yaxshi ma'lumotga ega. Balon hollari yangi aka. Yangi bolalar taqishib qo'yibdi. Zo'rdan ko'rinishi, oldin bitta olib oldin ko'rsatib beraman. Xo'p, mana oldin ko'rinishi qiziqadigan insonlarga. Xo'sh, buni nech pul deyapsiz aka? 4300 kami bor. Xo'p, 4300 kelishadigan holati bor ekan. Telefonga aloqa chiqasizlar. Telefon nomeri nech pul aka? Telefon 90lik 90lik 343 343 68 18. Shunga aloqa chiqaveradi aka. Mashina qaytdiki? Mashina Toshkentniki, dokumentni bitirib beramiz. Qo'qonda bitadi dokument. Xo'p, Qo'qonda dokument bitadi. Mashina Toshkentdiki. O'zlarini ishi qiziqib, o'zlariga sotishyapti. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Yana bir 85-yilgi mashinamiz. Balon hodlari yaxshi holatda turibdi. Buni ashit bo'lgan reskalari, salon holatlari. Hop, salonlar ideal turibdi mana. Xo'sh. Xo'sh. 300 termometrlar qo'yilgan mana. Xudo xolasa. Balonda ko'rsatdim, buni ko'rsatdim. Xo'sh, buni narxi. Aka, narxi nech pul deyapsiz? 2,5 ming. Kelishadigan holati bormi yo bo'lishimi? Xo'p, 2,5 ming kelishadigan holati bor. Qo'qon mashina bozoridamiz. Xo'sh. Mana motor holatlari. 06 motor mana xudo xolasa. Telefon nomeri beraylik. 90lik 90lik 755 755 90 09. 90 09. Ha. 9309. Ha, 9309. Shunga aloqa chiqaverasizlar. Qo'qon mashina bozoridamiz. Dokumentlari ham chetda bitadi. Yana arzonchi gapda sizlarga 93-yil motor korobka hadoylar bo'lgan 06miz. Xo'sh, metan zapravkalari bor. 1,5 ming ozgina kam bor deyapti narxni ham. Xo'sh, balon holatlari mana. Bemalol sezonda olasizlar. Araba qo'shsalaring ham bo'laveradi, pirsa qo'shsalaring. Xo'sh. Mana aytaymi? Bu najit bo'lgan kraskasi, motor holatlari mana. Xo'p, ichini holatini bitta ko'rib qo'ysak aka. Ich holatlardan pollar tashilgan, cho'llar qoplatib qo'yilgan. Sinlar ezilib ketmagan, yaxshi holatda turibdi. Bor mana bonus ejiklari bilan. Holatlari yaxshi. Tiniq xudo xolasa. Ashkolari ham sizilib, qirilib, yonib ketmagan, qolganchilar yaxshi. Sho'l bo'lik bo'lgan mana. Xo'sh. 91lik 153 5765. Naqd pulga? Ha, naqdga beramiz. Nech pul dedingiz naqd pulga? 1,5 ming ozma tushib beraman. 1,5 mingdan tushib bergan. Shunday o'tib bergan joyi bor. Motor korobka moz zo'r. Bo'ldi aka. Motor korobka hadoylarida ish yo'q. 93-yilgi mashinamiz. Aloqa chiqaring obunachilarimiz. Hurmatli obunachilarimiz, sizlar uchun 94-yilgi yangi Jiguli olib qo'ydik. Chotkisidan qirilib chizilgan joyi ham yo'q. Toza. Endi buni yangi desak yili eski, lekin holat yangi 9000 yurgan ekan. Kraskasi toza ekan.
Xo'sh, holatlari ideal. Holatlar mana yangi. Xo'p. Ish holatlarni bitta ko'rsatib qo'yay, qiziqadigan tog'alarga qirib chizilib ketmagan. Tozada mana. Mana yurganlari. Yurgani o'ziniki, mana nima deysizlar, obunachilar shuni yozib ketinglar. O'ziniki deyishyapti. Yiliga nisbatan to'g'ri kelmaydi-yu, lekin saqlangan mashina ekan. Changi bilan olib chiqib qo'yishibdi. Rangi qizil. O'zini o'sha zavodskiy materialda turibdi. Po'lat tashab qo'yishgan. Suv bonusiga. Mana holat. Bu nima deyman endi buni obunachilar? Hamma yo'q radnoy ekan xullas. Chisti. Bitta joyga kirsa tegmagan deyishyapti. Yurgani ham ko'rlang. Вообще. Mana biznesda yurgan. Mana holat. Jini holat. Dokumentdan muammo yo'q ekan. Ana har doim uğraşib olgan. Xo'p. Buning narxini 6,5 ming deyishyapti, kelishadigan joyi bor. 6 ga berishib yuboradi, xudo xolasa. Xo'sh. Motor holarini bitta ko'rsadik ekan. Mana motor hollari. Mana joyga kulish deb o'zgarmagan. Hamma yo'radmi? Ana bu nimasi ekan? Necha? 95lik. 95lik. 770 22 33 ha 22 30 shunga aloqa chiqib olasizlar. Qiziqadigan tog'alarga bitta jo'natib qo'yinglar shu videoni. O'z davrida legenda bo'lgan. Sotildim aka? Yo'q. Qanchadan qaytdi? Yaxshimisiz? 18 lik. Telefon raqamingiz? 90 lik. 570 88 07. Endi ma'lumoti mashinani. Mashina 70-yil, motor yangi. Yangi yashindan qo'yilgan. Endi kamchiliklar xudo xolasa yo'q, endi mayda juda kuzovida bor xolos. Tayyor yurib turgan. Gazi bormi? Bor. Bo'ldi. Ustali yangi 21 yil. Bozoringiz bersin aka. 3102 ham bor ekan. Bo'ldi. Keligimizda. Radnoy kirasiz. Shu nomerga telefon qilib o'tiraveramiz. Bo'laveradi aka, yaxshi, bozorlaymiz bersin. Sotildimi aka? Yo'q, qaytdi. Nech puldan qaytdi? 1,5 dan. 1,5 ming sal qo'shib beramizmi? Ayting ma'lumotni. Injektor motor 213, 84-yil. Gaz, benzin. Yanvar kompyuterlar qo'yib qo'yilgan. Kraska polniya. Kraska bor. Telefon raqam. 91 lik. 692 20 00. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sidenalar o'zgartirilgan ekan. Tuni qilingan ekan do'stlar.